Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tag'a fanniy hikoyalaridan Qushlarning yo'yinishi degan hikoyani anglaylik, ha? Hari ana qizlarni boshlab Qarlig'ashning uyiga mehmonga bordi. Kelasizlar Hasalxonacha. Qarlig'ash mehmonlarni chiroyli bezalgan o'ziga taklif qildi. Appa, Qarlig'ash odamlarning uyi ajab pokiskan. Har qizlar taraf-tarafdan qo'ng'ildashib, og'zi-og'ziga tegmay maqtab ketishdi. Qarlig'ash odamning uyi emas, o'zimi bek pokiz, dedi har ana yumshoq paylardan tikilgan ko'rpaga o'ltirib etib. Boshqa qushlarmi Qarlig'ash odamdek o'zini pokiz tutamdi. Har qizlar tam to'g'rislag'i sab-salg'ash shundoq deb so'rashdi. Shundoq, biz qushlar pokizlikni xohlaymiz. Qarlig'ash ada yumshoq qanoti bilan har qizlarning chiroyli lenti chegilgan sochlarini silab qo'ydi. Chunki biz qushlarning terisi nebiz, to'qilmalari bo'sh, shundoqla ba'zilari oz bo'lganlikdan qushlar badanidan moy va ter ajratib chiqarmaydi. Uning ustiga biz qushlarning do'sti bo'lmag'achqa, gandis bilan suydikini billa sirtqa chiqarib etadi. Chiqargandimi o'zining cho'risiga chiqarmaydi. Ha, tushundik. Shunga qushlarning turalg'i joyi nayda pokiz bo'ldi ekan-da. Shunda Qarlig'ash shahar qizlarga qarab yiqimliq kulimsirab beshini lingshitib qo'ydi. Ha, Qarlig'ash ada, qushlar doim yuyinib turamdi. Ha, yuyinib turadi. Biz qushlar yuyinishni yaxshi ko'ramiz. Bizning yuyinish usulimizmicha har xil. Aytib bering-a, qushlar zada qanday yuyinadi? Har qizlar Qarlig'ashning atrofiga o'lishilib, taraf-tarafdan churqirishib ketishdi. Qo'ysanglar javollarim, Qarlig'ash adanglar bilan birdam yerimda mungdishib o'ltiraman desam, hay, ajabmi gapinglar tugmayli ketdi-ku. Har ana sal xafa bo'lib qizlarga alib qarab qo'ydi. Bo'pti, so'radasin. Bilmaganni so'rash yaxshi ish-ku. Qarlig'ash shuklashib qolgan har qizlarga qarab kulib qo'ydi-da, gapini davomlashtirdi. G'az, o'rdak, turnaga o'xshash qushlar suv ichiga kirib elib, buxadan chiqquncha o'ynab ko'ngilli yeyinadi. Ular texi suvda yeng'ash beliq tutib yeydi. Pa, bu nima degan ko'ngilli yeyinish-a? Har qizlar xushalliqidan chavoq chelib, g'o'ngildishib ketdi. Qarlig'ash ada, siz qanday yeyinasiz? Mammo, biz Qarlig'ashlar yomg'irda yeyinishni yaxshi ko'ramiz. Qarlig'ash vichirlab kulgan peti javob berdi. Shu kuni Qarlig'ash har ana va uning ziyrak qizlarini qizilgul g'unchisi gulqandlar bilan mehmon qildi. Ular echilib yeyilib mungdishib o'ltirib, vaqtning xeyli bir yerga berib qolganligini to'ymay qilishdi. Yo'lda ular qumda eg'nab yotgan bir to'p qag'iga yo'liqdi. Nima deb yetib oldinglar bu yerda? Har ana hayron bo'lib ularning oldiga uchib berib so'radi. Toza huzurlanib yeyinayotganimizni ko'rmadingizmi, Asalxon? Qanotlarini keng yeyib yerda yotgan bir to'nqaga qaqildab turib shundoq deb javob berdi. Yuyinqinglar kelsan daryoga tushib yuyinsanglar bo'lmamdi. Har qizlar gangirg'in holda so'radi. Ay, sizlarda uxmaygansizlarda. Biz qag'ilamiz shundoq qumda eg'inab yuyinamiz. To'nqaga rahatlanib kerilib, birodarlarga qarab kulib qo'ydi. Chapsin turib keting qag'itaga, paylaringizga cho'milib turibdi. Har qizlar qo'rqindan g'o'ngildab ketishdi. Qo'rqmanglar, qizlar, qo'rqmanglar. Cho'milib paylarimiz orasidagi parazit qurtlarni tutib yeyotdi. Qag'illar qaqaqlab kulishib ketdi. Ulargan cho'milining paylar orasiga kirib elishi to'liq xushyoqqandek ko'rinardi. Ana, av daraxtdagi qushlarni, ko'ldagi g'az o'rdaklarni ko'rdinglarmi? Ularning putlari bilan beshini tadlayotganligi yoki suvda o'zishib, to'mishqi bilan paylarni cho'qilab tarayotganligi, amaliyotda o'zlarini tozalab yuyinayotganligidir. Ha,
aslida mundaq ishkanda. Har qizlar to'nqag'ining gaplarini anglab, boshlarini asta lingshitib qo'yishdi. Yurunglar qizlarim, kech kirib qoldi-ya, qaytib boldiroq uxlanglar. At saharda sizlarni Gulshirni siyiqilib, Bashkiramning beg'iga oparaman texi. Har ana qag'ilab bilan xo'shlashib, qizlarni agashtirib, kashlik shafaq nuriga cho'mgan holda xushal xuram naqshi aytib, uyga qarab uchib ketishdi. Do'stlar, biz bu hikoyadan qushlarning yuvinishiga oid nurg'un bilimlarni o'rganib oldik-a? Biz o'rganib olgan bu bilimimizni esimizda ching saqlaylik ham do'stlarimizga so'zlab beraylik-chi-mu? Undaqda oxirda dillalar hadanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shiqni o'rganinglar, ha? Balalar qo'shiqi xo'razmga so'z. Qog'oz xo'raz o'xshabsan, ras xo'razga ajabmu, bo'yin so'zib qishqarsang, ishinatdim rastapmu. Uchib ketsang shu anda, qanot qayqib chillabla, sen bilan tang uchatdim, menmu sana o'xshabla. Biroq shuni bilaman, qog'oz o'zing uchmaysan, uchmig'ining bilanmu, ras xo'razga o'xshaysan. Kichikimdan berildim chevarlikka, hunarga, sen emasman uchiman, komil bo'lib hunarda. Kichik shoirlar kech bo'lib ketibdi, hammiz bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga mira bo'lsin.